bir zat başlap koydum. Akşam aytdingiz-ku, obunachilardan tort berish kerak deb. Shuga uqon yetib 2 metrlik tort so'tyapman. 2 metr tort. Ishonch magazinining oldida, yerda Amudaryo tumani Ishonch magazinining oldida muxlislarimizga 2 metrlik tort kesib tarqatacakman. Xuddi 2 metr tortmi? Yo'q. 2 metr tortdan ham tashqari qo'shimcha qimmatbaho sovg'alar bor. Har bir muxlis uchun, har bir obunachi uchun, mening ashaddiy muxlislarim uchun sovg'a tarqatamiz. Homiylar tomonidan. 5-10 odamga podarka berib olmasang, borman men sherman deb. Yo'q, sovg'a dim ko'p, 200-300 dona sovg'a bor. Ha, onda boraman. Dim zo'r sovg'alar. Onda boraman. Xudo xolasa, ertaga Amudaryo tumani Ishonch magazini oldida katta gala konsert bo'ladi. Artistlar bor, diktorlar bor, undan ham tashqari homiylar tomonidan qimmatbaho sovg'alar, pirojnilar tarqatamiz. Muz qaymoqqacha bo'ladi. Молодец. Ana, Adolat 477 ga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Soat ertaga 11:00 da sentrda Ishonch magazinining oldida gala konsert. Hammangizga podarka, tort, shirinliklar, xudo xolasa, hammangizning ko'nglingizni olamiz. Bu videoni maksimalniy do'stlarga tarqatib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like'larni bosib kuzatishni tavsiya qilamiz. Sababi 2-aprel kuni 2-aprel kuni gifimizga start beramiz, xudo xolasa nasib etsa. Giftdan Bu giftdan ham katta podarkalarimiz bor obunachilarimizga. Xudo xolasa hammangizni ondan ham tashqari yana katta nima qilib xursand qilamiz. Undan ham tashqari pul yutuqlar ham bor gifimizda. Shuning uchun aktiv bo'lib, obuna bo'lib kuzating, do'stlarga jo'nating. Hammangizni Ertaga 11:00 da kutib qolamiz.